Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun servis konsultantimiz Farruh akadan kunlari qanaqa o'tganliklarini so'raymiz. Ketdi. Assalomu alaykum Farruh aka, xormang. Va alaykum assalom. Qalasiz? Rahmat, yaxshi. Bugun mana haftaning oxiri shanba kuni servisimizda kun qanaqa o'tdi? Xudo xolisa tinim bo'lmadi bugun. Subota. Dam olish kunlarida nechtagacha odamlarni qabul qilyapmiz? Tak, sredniy hozir 40 tadan o'tyapmiz-da. Men o'zim bugun 20 tacha qabul qilgan bo'lsam, sherigam bir 20 tadan oshdilar. Asosan bu kunlarda servisga odamlar nima uchun tashrif buyurishyapti? Обычно o'zi keladiganlar ko'proq o'sha zamina masalaga keladi, moy almashtirishga kelishadi. Endi hozir kun isib ketganiga freon tekshirish, freon zapravka qilish, diagnostikalarga ko'proq kelyapti. Obunachilar uchun servisimiz ish vaqtlarini bitta eslatib o'tsangiz. Tak, har kuni dam olishsiz, ertalab soat 9 dan kechqurun soat 8 gacha. Rahmat katta, charchamang.